Kogon shahar axborot kutubxona markazi Moturidiy tavalludi munosabati bilan tayyorlagan book treyleri. Imom Abu Mansur al-Moturidiy islom ilmlari tarixida yirik allomalardan biri bo'lib, Moturidiylik aqida maktabining asoschisi hisoblanadi. U Hanafiy mazhabiga mansub bo'lgan va aqidaviy masalalarda chuqur ilm egasi edi. To'liq ismi Abu Mansur Muhammad ibn Mahmud al-Moturidiy as-Samarqandiy. Moturidiy taxminan 870-yillar atrofida tug'ilgan bo'lib, Samarqand, Moturid qishlog'ida yashagan. Moturidiy Hanafiy mazhabidagi kalom ulamosi bo'lib, aqida masalalarini tushuntirishda mantiqiy dalillarga asoslangan yondashuvni qo'llagan. U ko'rinishidan aql bilan naqlni muvofiqlashtirishga intilgan. Uning asarlari Kitob at-Tavhid. Bu asarda Moturidiy Allohning yagonaligi, sifatlari, payg'ambarlar, qiyomat, iymon va kufr haqidagi aqidaviy masalalarni mantiqiy asos bilan tushuntiradi. Shuningdek, tafsir va boshqa ilmlarga oid asarlar ham yozgan. Moturidiy 944-yil Samarqandda vafot etgan. Yanada qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lishni istasangiz, bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.